И все участники сегодняшнего концерта. Ildur Hakimov. Aylar Galima, Belsiya Badruddinova. Qizim jonim, qadrli tomoshabinlarim, sizning shashaklar, olqishlar. Shashaklar elimizda tog'in bor. Друзья, приветственная корзина с цветами от полномочного представительства Республики Татарстан в Москве. Ого! Moskva, bayram bilan sizni. Tog'in bir taqir go'zalni chin ko'ngildan qutlaymiz. Shashaklaringizni hozir bera olasiz, hozir quchoqlay olasiz, fotoga tushiray olasiz. Rahmat sizga, go'zalga biz bordik zo'r hurlar tilaymiz. Tatar san'atini, jir san'atini kiritgan zo'r ulushi uchun tog'in bir kuchli olqishlar. С праздником! Пусть звездочка под названием Гузель Уразова продолжает гореть на небосклоне татарской эстрады и продолжает светить нам своим талантом. Спасибо большое. Максим Шарафутдинов, Gulnaz Safarova. Do'stlar, aytamiz barimiz birga Moskva oldinda boshimizni egib. Bu bitmi?